Kambag'allar bilan hech qachon do'stlashmang. Bitta dasturxonda o'tirmang. Iloji boricha ular bilan muloqotga kirmang. Kambag'alchilik xuddi virusga o'xshaydi. Agar yuqsa, umringizni oxirigacha siz bu virusdan qutulmasligingiz mumkin. Bu siz Besarchaga Xudoyim parasatni beribdi, aqlni bermabdi-da, mana ro'molchani o'rab puqqa to'ygan makiyanchada mana qachi qilibsiz motivator 2048 bo'lib turib. Nima kambag'al odam emasmi? Mana men kambag'alni bolasi, ota buvim Velsatayda o'tgan. Men bilan o'ylovuy shart, urug'aymog'ing bilan shartnoma qilaman. 1 yillik oyligingni oldindan to'layman, menda ishlaysan. Mana men kambag'alni bolasi. Qani qiz zag'ardi, bunaqa chiq, mana kommentga yozqani, direktga yozqani, nomeringni yozqani. 1 yillik oyligingni oldindan to'layman, menda ishlaysan. Sen tuvaltimda yuvasan, urug'aymog'ing tuvaltga meni ko'tarib borib keladi. Mana men kambag'alni ota buvim Velsatayda o'tgan kambag'alni bolasiman. Kambag'al odam emasmi senlarga? O'zingcha mana ro'molni o'raysandan o'zingcha motivator yasab chiqasan. Kambag'al bilan muloqot qilish kerak emas. Kambag'al og'zingga qo'varadi, ko'tingdan parchib ketadi. To'ylar muborak. Bu gaping ne tulka bizga, biz musulmon xalqiga tegib ketadi-da. Ey, veli odam bo'lmay, bisar.